Endi esa biz Andijon viloyatiga o'tamiz, ya'ni Andijon viloyatidan Damas Labo g'oliblarini aniqlaymiz. Men uchun juda ham oson bo'lyapti, lekin aslida men butun boshli Damas Labo g'oliblarini aniqlab, Damaslarni o'zingizlarga yetkazishga sababchi bo'lyapman. Demak, Andijonni boshlaymiz. Aylantiramiz. Xo'p, Andijonda jami nechta ko'pon bor? Nechta? 6400 ga yaqin. Vau, juda ham zo'r ko'rsatkichlardan biri. Andijon eng faol ko'rsatkich. Xo'p, bizda birinchi xona qaysi bo'lishi mumkin? Omadli raqam deysiz har doim. 7 bilan boshladik. Demak, g'olib ham omadli ishtirokchilardan biri. O'zi aniq, Damas yutib olgan ishtirokchi eng omadli ishtirokchilardan biri bo'lishi. 7 raqam bilan boshlangan kuponlar bizda nechta ekanligini hozir menejerlarimiz bizga aytishadi. 658 ta, demak 6400 tadan 658 taga tushdik va endi ushbu raqam yana ozgina qisqaradi, chunki g'oliblar atiga bitta bo'lishi kerak. Yana aylantiramiz va ikkinchi xonani aniqlab olamiz. Xo'p. Qaysi ishtirokchi bugun g'olib bo'ladi? Hamma hayajonda. Bugun o'zi eng hayajonli kun, ayniqsa mana shu savdo nuqtalari egalari uchun. Siz menimcha bu kunni uzoq kutgansiz. Qachon Damas meniki bo'larkan deb kutganlar talaygina. Demak, ikkinchi xonamizda bir raqami. Demak, 7 bir raqam bilan boshlangan kuponlar soni Andijon viloyati bo'yicha menejerlarimiz hozir bazadan qarashyapti. 7-1. Juda ham chiroyli raqamlar hosil bo'ldi. Andijon zo'r. Men juda ham xursand bo'ldim. 6400 ta kupon degani juda ham zo'r ko'rsatkich. Nechta? 62 ta. 7-1 bilan boshlangan kuponlar soni hozir bizda 62 ta. Endi esa qolgan xonalarni ham birin-ketin aniqlaymiz. Balki 5-xonagacha boramiz, balki 3 va 4-xonaning o'zi kim g'olib ekanligini hozir hal qilib qo'yadi. Buni vaqt ko'rsatadi. Demak, keyingi xona. Qanday zo'r imkoniyat. Siz shunchaki o'zingizning tijoratingiz uchun ham ushbu mahsulotlarni xarid qilasiz, ya'ni Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew, Lipton, Adrenaline Rush, Rockstar Sting mahsulotlarini xarid qilasiz va ko'rib turganingizdek mana shunday jonli efirda Damas Labo egasiga aylanasiz. Yuqorida aytdim, bu hali hammasi emas, sizning oldinda Tracker avtomobil kutib turibdi. Demak, bizning 3-xonamizda qaysi raqam? 4 raqami. 7-1-4 raqam bilan boshlangan kuponlar bormi? Va bor nechta? 6 ta. Juda ham kam qoldi. Ya'ni 6 kishidan biri hozir Damas Labo egasiga aylanadi. Bir necha daqiqada aynan Andijondan ham g'olibni aniqlab olamiz. Andijonliklar hayajonda bo'lib turing. Hozir aniqlab olamiz. Demak, bizda keyingi xonamiz uchun raqamni tanlaymiz. 4-xona. 4-xona uchun bizda qaysi raqam bo'lishi mumkin? 1, 2, 3 va bizda 8 raqami. 8, 1, 7, 1, 4, 8 raqam bilan boshlangan kupon. G'olib allaqachon aniqlandi. Juda ham omadli ishtirokchi ekan. Birdaniga bitta imkoniyatda aniqlandi. Hozir. Uzr. G'olibni tabriklaymiz. Juda hayajonlanganman. Hayli tushib ketdi hattoki. G'olibni tabriklaymiz. Qarsaklar, tabriklaymiz. Damas Labo bugun sizniki bo'ldi. Tabriklaymiz. Yangi yil uchun zo'r sovg'a. Hali imkoniyat bor. Siz Damasdan tashqari Trackerni ham yutib olishingiz mumkin. Agar harakat qilsangiz Tracker ham sizniki bo'lishi mumkin. Agar yutolmaganlar bo'lsa orangizda, ular ham kayfiyatni tushirmasin va kuponlar yig'ishda davom etsin. G'olibni aniqladik. Andijon viloyatidagi g'olibni yana bir marta qutlaymiz, tabriklaymiz.